Endometriozning davosi yo'q. Endometrioz zamonaviy dard. Nima uchun zamonaviy deyiladi? Hozirgi kunda endometrioz juda ham ko'p tarqalib ketmoqda. Avvallari biz o'qigan paytlarimizda ginekologiyada biz endometrioz mavzusini ko'p ham o'tmas edik. Hozir har ikkita patsientimiz bittasida endometrioz patologiyasi bilan kelishmoqda. Endometrioz belgilari: og'riqli menstruatsiya, qorinning dam bo'lishi, ichki kelishda, siyishda o'zgarishlar, og'riqli bo'lishi, hayz siklini uzilishi, hayz kelish paytidan oldin ham keyin ham jigarrang bo'lib ajralmalarning kelishi bu endometriozning asosiy belgilari hisoblanadi. Sabablari endometrioz hozirgi kungacha aniqlanmagan, lekin zamonaviy dard deb aytayapmiz. Hozirgi kunda yoshlarimizni haddan tashqari ovqatlanish ratsioni buzilishi endometrioz paydo bo'lishiga sabab bo'ladi deb hisoblayapmiz. Endometriozning oqibati qizlarimizda bepushtlikka olib kelishi mumkin. Og'riqli menstruatsiyalar bo'lib, u endometrioz faqatgina bachadonni atrofida emas, ichaklarga, siydik yo'llarga tarqagandan keyin ichaklarni, siydik yo'llarini zararlab, uni ham funksiyasini buzilishiga sabab bo'lyapti. Lekin endometriozni davolashimizning ikki xil usuli bor. Konservativ usul va xirurgik usul. Konservativ usulda biz gormonlarimizni to'g'irlashga qaratgan holatda davolaymiz. Xirurgik usulimiz esa ayollarimizdagi endometrioz kistalari, endometrioz o'choqlarini xirurgik yo'l bilan olib tashlash bilan davolaymiz. Qachon paydo bo'ladi? Qizlarimizda birinchi hayz kelishdan boshlab to ularda menopauza bo'lgungacha davom etishi mumkin. Shuning uchun biz aytayapmizki, davosi yo'q deyapmiz. Hayz kelib turibdiki, ayollarimizda endometrioz davom etaveradi. Faqatgina biz davolab ularning simptomatikasini biroz pasaytirishimiz va xirurgik usul bilan davolaganimizda ko'proq natijaga erishishimiz mumkin. Agarda sizlarda ham shunday belgilardan bittasi bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta shifokorlaringizga murojaat qilishingizni tavsiya etamiz.